Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Qanaqa bo'lsa 2025-yil 27-dekabr sanasi bo'yicha bugungi Samarqand bozorining juma mol bozorini bundan keyin tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Hammani kirib kelayotgan 2026-yil bilan tabriklaymiz. Aka zo'rmisiz? Nima uchun aka? Charchamasizmi? YouTube uchun bu. O'tgan 25-yil yetishmagan orzularimizga nasib etsa 2026-yil hammasiga erishaylik. Hammaga sog'lik, salomatlik tilagan holda Xudo xolasa boshlaymiz videomizni. Bismillahirrohmanirrohim deb kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Bizda kamchilik bo'ladigan misollarni o'zlar kommentariyada fikrlaringizni qoldiringizlar. Hammangizga katta rahmat. Qani bismillah boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yurtdoshlar, Xudo xolasa bugun biz yemlar narxlarini tanishtirib o'tamiz. Bu yerda sho'lxon necha pul, kepak necha pul, pinjara necha pul. Pastga telefon nomerini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, misol shundan shuncha desalaringiz ham dastlabdan chiqarib yuboradi. Bizning adresimiz mana bu yerdan Buxoro suvidan kirib kelishda. Buxoro suvidan kirib kelinadi. Bu tomoni Taxta bozoriga ketadi. Bu tomon Taxta bozoriga ketish. Bu tomon Buxoro suvidan kirib kelish Samarqand viloyat Pazarg'om Jumada eski mol bozori yo'lida. Mana narxlar tanishtirishni boshlaymiz. Bu yerda eng arzonlari hamda yaxshilari 20 kilolik sinash 22 ming so'm deyapti. Bu yerda paraqa kinjara 5,5 ming so'm. Mana bunisi Katta Qo'rg'on bo'lmaydi. Bunisi Navoiyniki 6 ming so'm, bu ham paraqa kinjara. Kepak 90 ming so'm, xaltali razmli kepaklar 3,5 ming so'mdan. Kilosi zo'r, lekin sifati yaxshi ekan, qip-qizil bo'lib turibdi. Hammasi yana kelishgan holda. Sirojning o'z kanaliga kiradigan bo'lsangiz, kelishgan holda. Bu tuz bor ekan, 10 ming so'm ekan, vitamin tuz. Mana bu tuz 1300 so'm ekan kilosi. Bemalol pastdan nomeriga aloqa chiqib kelaverasizlar. Hammangizga katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Savdo. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Mana. Bu nech pul qoldi? 52 million. 52 million. Nech pul deyilyapti? 52 millionga berilmayapti. Ha. Nech pul deyilyapti? 60 million deyap 52 ga berilmayapti. 60 million deyilyapti, 52 ga berilmayapti. Aka bu nechinchi bolasi bu? Birinchi. Birinchi bola. Ho'kizchami? Yo'q. Mana hozircha birinchi bola. Bu qanaqa paroda bu? Semental deyapti. Semental deyapti, ha? Sut nechta ekan? Egalari 20 tadan ziyod deyapti ekan. 20 tadan ziyod deyapti ekan egalari. Mana bolachasi buni hozir. Aka sigir nech pul deyapsiz? Siz ham mayda sigir olib chiqgan ekansiz-ku, faqat katta sigirlar olib chiqmang. Nech pul deyapsiz? 30 million. Bolasi qaysi? Bolasi qizilcha. Bolasi ham qizilcha, ha? Bozor nech pul qildi? Bozor 25, 26 so'rayapti. Sut nechta ekan bunda? 8 ta. 8 ta suti bor. Nechinchi bola? 3-chi. 3-chi bola ekan, 8 ta suti bor. Buni hozirchami bolasi? Mana bu sigirlar ham sizdan bo'lmaydi, ha? Yo'q, bu aka. Akangizdan bo'ladi. Nech pul deyilyapti mana shu qiz? 50 deyapti, 55 deyapti. 50 ga berilmayapti, 55 deyapti. Yo'q. Bahosi. Bahosi 55. Bahosi 55 ekan. Akasi yerda savdo qilyapti, shuning uchun aralashmay turaylik. Bolachasi olachami deyman, ha? Navozchami? Mana hozircha. Buni ham 20 ta suti borga o'xshaydi. 15 ta deydi. 15 taga garantiya deyilyapti. Nechiga ketdi ekan bu aka? Mana shu qizil sigir sotildi. Hozir narxini bilamiz. Aka nech pulga ketdi bu? Nech pulga olindi aka bu? Nech pulga olindi? 31 ga oldi. 31 millionga. Nechinchi bola ekan? Ikkinchi bola 31 million. Nechta suti bor ekan? 10 ta. 10 ta suti bor ekan. Buni Novoschami bo'ladi? Yo'q. Mana hozircha 31 million. Zo'r olindi lekin. Sutini nechta degansiz aka sutini? 10 ta. 10 ta suti bor. 31 millionga kesibdi aka. 31 million.
Zo'r. Bugun ona bola sigirlar sal kamroq tushgan bozorga. Hamshagidek imkon qadar savdosi bo'layotgan mollarni olish harakat qilamiz. Aka, necha so'radingiz buni? Necha pul so'rayapsiz aka? 18 deyilyapti. Yarim qilni ham yo'q. 18 yarimga yo'q. Necha pul deyapti egalar? 900 ming so'rayapti. Oh, 500 ming qolyaptimi? Nechinchi bola ekan aka bu? Birinchi. Navozchami? Yo'q, buni hozircha birinchi bola. Sut nechta? 5 ta. 19 bo'lsa beriladi. Bu savdo bo'lyapti lekin. 19 ga bo'lsa beramiz deyapti mana. Zo'r. Bu yerdan savdosi bo'lyapti. Tag'in necha pul qildingiz buni? Mana yerga 8. Bu yog'iydi demaydi. Bolasi qaysi? Bir bola 8 million. Necha bo'lsa beramiz? 9 bo'lsa beramiz. 9 bo'lsa beramiz. Bir bola. Qochmagan ham. Hozirroq erta keldikmi? Chota. Uncha bozor qizgan yo'q hali. Necha pul so'rayapsiz aka buni? Necha pul so'rayapsiz? 20. 1 million 22. 21. Necha akasi necha pul deyapsiz? 25. Nechinchi bola ekan? Birinchi bola. Navozchami? Qizcha sut nechta? Hali sog'ilmagan. Yaqinda tug'ildi. Tushunarli. 25 deyilyapti, 21 ga berilmayapti mana. Assalomu alaykum aka. Zo'rmi? Yaxshi. Hali sog'ilmagan bolasini tagida yuribdi, hali birinchi bola. Mana shu yerda ham bir nima savdosi bo'lyapti. Qaysini savdosi bo'lyapti ekan aka? Bunimi? Ko'rdimmi? Ko'rganim uchun shu so'rayapman. Masaga 45 qilgan. Mangisiga 500 deydim hozir. Ko'rganman. Qaysini so'rayapsiz aka? Nargisini necha so'rayapti? 23 million. Bolasi qaysi ekan buni? Bumi? Bunisimi? Navozchami? Nechinchi bola ekan? 25 million ichida. Ikkinchi bola. Sut nechta ekan? 10 ta. 10 ta. Tog'asi necha pul deyapsiz? 27 kami bor. 27 kami bor. Kami bor. Ha. Sizga bermayapti. 22 qilyapsizmi? 23 ga berilmayaptimi? Yaxshi savdo bo'pti lekin. Ha, Navozcha ekan. Mana sizga. Bunisi necha pul ekan aka? 22. Bunisi 22. Bozorda chiqildi. 18,5 qilyapti. 5 ta suti bor. 6 ta suti bor ekan. Aka necha pul deylar bu sigir? Kimdan ekan? Necha pul deyapsiz aka? 45. Bolasi bumi? Navozchami? Bunaqancha. Nechinchi bola ekan? 3-bola. 3-bola. 45 deyilyapti. Sut nechta berilyapti? 20 ta. 15 ta. 15 taga garantiya. Bozor necha pul qildi aka? 38 so'rayapti bozor. Katta qo'rg'onmi? Qayerdan oladi? Chimboy. Telefon nomeri ayting aka. 93lik. Hozir 598 3272. Bunaqa sigirlardan bor aka, topiladi. Yo'q, ha? Topiladi bunaqa sigirlardan. Telefon qilaversin, ha. Mana shu akamiz telefon qilasiz. Chimboydan. Chimboydan. Yaxshi sigir ekan lekin 38 ga berilmayapti. Hozirroq narx tashlaganday lekin. 15 ta sutiga garantiya. Aka necha pul deyapsiz sigirda? 70 million. Bolasi qaysi? Qorami? Sariq qizilmi? Mana shu bolachasi. Navozchami? Navozcha ekan. 70. Nechinchi bola aka bu? Ikkinchi bola. Sut nechta berar ekan? 20 litr suti bor. Mana shuni lekin ikkinchi bola tuqqan sigirlar olinsa yaxshi. Chunki o'zi ochilib bo'lgan bo'ladi. Yuvosh bo'ladi. 70 million. Bozor necha qildi aka? 55 ham 56 ham so'rayapti ekan. Lekin zo'r sigir ekan, ko'z tegmasin. Aka sotildimi bu sigir?
Savdosi bo'lyaptimi yo? 20,5 20,5 qilyapti. Yo'q, ha, 20,5. Necha deyilyapti ekan? 24 bo'lsa beraylik. 23,5 ga yo'q deyapti. Yo, pul sanamayapti ekan, to'liq ma'lumot so'rab o'tmaylik. Qandaydir bozorda savdo sal sustroqda. Mol kam tushgan, lekin jazmani yopishib savdo qilayotganlar kam. Hozir imkon qadar olamiz savdo qilayotgan mollarni. Aka, sigir nech pul deyapsiz? Sigir 30 million deyapman, kami bor. 30 million kami bor. Navozchami bolasi? Yo'q, onacha. Onacha nechinchi bola? 2. Ikkinchi bola. Onachincha sut nechta ekan? 8 ta. 8 ta suti bor. Bozor nima qildi? 25 gacha qilyapti. 25 gacha qilyapti bozor. Gacha qilyapti ekan. Mana sigir sotildi. Aka, nechiga ketdi sigir? 22? 7. 27. Nechinchi bola ekan aka bu? 4-chi bola. Sut nechta ekan? 15 ta. 27 ga ketdi mana sigir. $27,5 so'rayapti mana sigirda. Cheta bozor tushunarsiz bozor bo'lyapti. Bir xil joyi arzon bo'lyapti, bir xil joyi qimmat. Tushunarsiz bozor cheta. Bak, og'ir bitdi mana. Ketdimi? 8 million so'radi. Otma mol orasini. 8 ga ketdimi? Sotildi aka. 8 gami? 8 million. Ha, shu so'rayapti 8 million. Nech pul so'rayapsiz aka? Ha? Ha, men hali bitmadi savdolaringiz. Ko'tarmadingiz mana 21 dan. Men ko'tardik shunday. Hozir endi ona bolalar urug' ekan, yaxshi ona bola chiqqan ekan. Bolasi juda katta ekan. Shuni narxini bilaylik. Aka, nech pul deyapsizlar buni? Nech pul so'rayapsiz aka? 27 million so'rayapsiz. Yo'q. Nech pul bo'lsa berasizlar buni? Nech pul deyilyapti? Bir ma'lumot bering aka. Birinchi salom berib, avvalambor assalomu alaykum deymiz. Hammaga kelayotgan yangi yillar hamma yaxshi kutib olsin. Musofirdagilar ham nima deymiz? Bayramda yaxshi kutib olsin. Yangi yil hammaga omadli kelsin. Bu molimizga kelayotgan bo'lsa 30 million bo'lsa beramiz. Bakamiz 27 deyapti. 27 deyapti. Bolasi o'kizcha, ikkinchi bolasi. Bola ikkinchi bola o'kizcha. Qornida ham bormi yo'qmi? Endi qornida aka qo'shgan. Noma'lum dedi-da. Bor, kichkina. Tushunarli. Ikkinchi bola o'kizcha, qorni ham qochgan. Pulni taylanglar, bolalar arzon bo'ldi. Hammasi. Hammasi nima? Qaysi kanal? Sirojdinuz. Sirojdinuz? Mana. Tak, suti bormi yo'qmi? 5 litr. 5 litr suti beradi. Sutli mol. Sutli mol. Ovlanib satin kelgan kishi qo'ygaring. 27 millionga berilmayapti. Bir nima qo'shsa berib bering aka. Qo'shsa? Ha. 29 dan so'rab turibdi. Aka, 27 deyapti. Qochgan mol deyapti. Yaxshi, navosasi zo'r ekan. Navosasi zo'r ekan. Ona bola sigirlarni videosini yakunlaymiz, chunki juda sust savdo bo'lyapti. Savdosi ham yo'q. Hozir yakka sigirlar boshlaymiz. Yakka sigirlarda odam ko'p lekin. Yakka sigir ham juda kam tushgan bozorga. Shu moldagi globaya desa pulimizni beramiz. Shunday olib qo'yishlar, yedirib chiqamiz. Nech pul deyapsiz aka buni? Aka, buni olmasiz-ku. Ha, boyagimi? Ha, bo'ldi. Ertam yoqqa o'tibdi endi. Boya sotildi deyapti 8 milliondan buni. Ha, o'xshatarlar yomonda. O'shada ham savdosi bo'lyapti. Nech pul so'rayapsizlar aka buni? Nech pul so'rayapsiz? 12 so'radi. 12 millionga yo'q. Ha, bermayapti. Nech pul bo'lsa berasiz aka? 14. Chiqizganmi? Yo'q, tishi yaxshi bo'ladi. To'la ekan. Tishi yaxshi ekan. Nech tuqqan bu? 4 tuqqan. 12 ga berilmayapti. 12
millionga berilmayapti. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Bayramlar bilan aka. Nech pul deyapsiz sigirni? 16. Nech tuqqan ekan bu? Nech tuqqan ekan? Bunisi 2 tuqqan. 2 tuqqan deyapti, 16 million. Bozor nech pul qildi? Aka bozorga chiqadi. Bozor qancha qildi? 14 so'rayapti ekan bozor. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bayramlar bilan. Sog'lik zo'rmi? Ishlar yaxshimi? Nech pul deyapsiz aka sigirni? 13 kam. 13 kam bor. Nech tuqqan bu? 5 ta tug'gan. 5 ta tuqqan. Bozor nima qildi? 11 gacha. Bozor 11 gacha so'rayapti. Sal qorindan qarashmayapti, lekin katta sigir ekan. Ha. Savdo zo'r bo'lyapti. Baraka, aytib. Hay. Aka, huzuri chiqadi menda, qo'p ketmaydi. Hamma. Nech pul deyapti ekan aka bu? Nech pul deyapti ekan? 17,5 berilmayapti. Yana bola. Oldin boshqacha edi. Nechinchi bola ekan? Lekin mol yaxshi mol. Aka, shunacha ishab bo'lyapti. Aka, unaqa uncha pul bo'lmaydi. Yaxshi mol so'rayapti. Shunacha ishab bo'lyapti. Bolasi bo'lmagan aka buni. Bolasi ana bumi? Ha, bolasi. Nech pul bo'lsa ekan unda? Nech pul deyapti? Ya, bunday bu yakka berdi ya, inasini bolasini yakka berdi. O inasi nech pul so'rayapti aka? 13 million. 13 million, bolasi-chi? Bitta tutsang xurshid bermaymi? Ha, yakka so'rayapti ekan. 13 millionga inasi o'zini so'rayapti. Yaxshi, yakka mollarda savdo yaxshi mana. Nech pul so'rayapsiz aka buni? Nech pul so'radingiz sigirni? Nech pul so'ralyapti? 19 dan so'ralyaptimi? Yo'qmi? Nechinchi qoringa bo'g'oz bu? Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Nech pul deyapsiz? 25 deydi. Necha oylik bu? 6 oylik. 6 oylik. Sirojnimiz. 6 oylik. Bir tabriklab beringizlar. Ha, bayram. 2026-yil bilan amal. Olib beringizlar. Ikkinchi qoringa bo'g'oz 6 oylik 19 millionga berilmayapti. Aka, nech pul savdo bo'lyapti buni? Yarimga kirib borsin menga aka 32 bilan 200 bo'lyapti. Bular nechta bo'g'oz? Bu ikkovi, ha? 32 bilan 200. Yo'q. Bular tuqqanmi, tuqmaganmi? Aka tug'magan, bittasi 7 oylik, bittasi 6 oylik bo'g'oz. Bittasi 7 oylik, bittasi 6 oylik. Nech pul bo'lsa beramiz aka? Aka 32 bilan 700 ming bering deyapman. Bu yoq 200 ming so'rayapti. 500 ming. Tushunarli. 500 ming. Assalomu alaykum. Aka, zo'rmi? Ishlayapsiz? Bayramlar bilan. Ishlar zo'rmi? Charchamayapsiz? Men 7 oylik bo'g'oz, bittasi 4 oylik bo'g'oz edimi? 7 oylik 32 bilan 700 ming bo'lsa beriladi deyapti. Birinchi qoringa bo'g'oz hali ikkalasi. Beraman, gap boshida aytsak bo'lasanmi? Boshida aytdim aka. Aytmanmi? Nech pul so'radingiz aka buni? Aytdim. 15 mi? U qancha? Nech pul so'radingiz? Buni Zo'rmi? Bayramlar bilan aka. rahmat o'zimga ham charchamayapman. 13. Uni nechta tuqqan ekan bu? Bu ikkitami tug'gan? Ikkita tug'gan. Ikkita mashina tug'gan. Qisir. Qochqan deydi egasi, lekin uchimchakda ana. Shu yoqda. Chechimchakmi? Aytganda u gapni aytdi. O nima? Aka nech pul deyapti? Akam 16 bo'lsa beraman dedi. 16 bo'lsa beraman deyapti. Lekin maqsad seyir ekan. Ishing yaxshimi? Yaxshi. Tabriklab qo'ying xalqni bayram bilan. Hamma yurtdoshlarimiz yangi yil bilan tabriklaymiz. O'zimiz akamiz bo'ladi. Postoyanni kuzatib, klientimiz magazinlarda. Mayli aka, ishingizga omad. Charchama. Mayli, yaxshi kutamiz bayramni. Bu nima bu? Baklava yemanda. Sug'umliq ham zo'r ekan lekin. Zo'r boqilibdi. Va savdosi bo'lyapti menimcha shuni. Nech pul so'ralyapti ekan bu?
Qizil savdosi bo'lyaptimi? Savdosi nechi pul so'rayapti? Necha pul so'ralyapti? Qaysi savdo bo'lyapti aka? Ha, bu yoqda. Mana bumi? Necha pulga? 13 bilan 500. 13 million 500. Berilmayapti. Hop, qanday bo'lishlikka bilan. 13 million 500. Bu 22 million dedimi buni? Bosh. Buni 22 million deyapti ekan. Lekin naqshat vaqtda. Mana yana bitta savdo. Ana shunday savdo bo'lsa, odam mazza qilib video oladi-da. Birinchi tilni qo'yish kerak. Necha pulga savdo bo'lyapti aka? Assalomu alaykum. Bayramlar bilan hamma. 11.5 ga? Bu tug'magan g'unojin. Bir tuqqanmi? Qisirmikan? Bir tuqqan qisir. 11.5. Necha pul deyapti akani o'zi? Aka necha pul deyapti aka? Qo'ydirganda o'zingga deydiraman ko'cha. 12. 500 mingdan ustida savdo bo'lyapti. Bir tuqqan g'unojin. Bu yerda savdo bo'lyapti ekan. Aka necha pul so'rayapsizlar? 10.5 qilyapman, o'sha 10.5. Ha. Necha tuqqan ekan bu? 3-tuqqan. 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 Qisirmi, bo'g'ozmi? Qisir. Qisir. Siz necha pul deyapsiz aka? 11.5 bo'lsa ketdi mana. Yaxshi, aka bu g'unojin necha pul ekan? 30 million? Bozor nima deyapti? Bozor 25 million so'rayapti. Bo'g'ozmi bu? Yo'q, hali 12 oylik buzov aka. 12 oylik buzov. Bu qanaqa parov? Gibridmi bu nima? Gibrid. Istonga semental gibrid. Istonga semental. Bozor necha qildi dedingiz? 25 million so'rayapti. Bozor 25 so'rayapti. 30 million. Bu savdo bo'lyaptimi aka? Shu savdo necha pul so'radingiz? Savdo qilyapti. Necha pul so'rayapsizlar? 11.5. Necha pul deyilyapti? 15 so'rayapmiz. 15 so'rayapsizlar. 11.5 ga yo'q. 11.5 ga yo'q. G'unojincha mana. G'unojinlarim juda kam tushgan bugun. Juda ham kam tushgan. O'zi ancha sotib ketyapti. Tars. Ketyapti. Nech puldan deyapti ekan buni, aka? Nech puldan deyapti ekan akalar? 14 dan deyapti ekan bu. Bozorda chiqildi bu. 2.25 mi? Yaxshi so'rabdi-ku. 2.25 so'ragan bo'lsa berib berish kerak edi. Aka nech pul ketdi bu? 25.5. Mana shu ona bolasiga 25.5 ketdi. Mana bozorda ahvol mana. Faqat odam ko'p, mol kam. Lekin g'unojinlar qaytib ko'tarilib ketmagan. Kam tushgan bo'lsa ham. Nech pul deyapsizlar? Nima bo'lyapti? Aka, senga 50 million bo'ldi. 50 ekan 13 million. 50 ekan 13 million, ha? Senga dedim hali. Birda ham mol olasan, olaqlar. Aka, senga dedim. 50 ekan 13 million. Senga Endi Novvoslarga o'tamiz. Novvoslarga mana. Aka nech pul deyapsiz sementalda? Sementalmi nima bu o'zi? Greenford. Ana shu adashib qo'yamiz, Greenford. Ne 30 million? Necha deymiz? 34. Bozor nech pul qildi? Ha? 28. Greenford.
28 ga berilmayapti. Shu yerda savdosi bo'lyapti, bir nimani. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Bumi? Nech pul qilyapti? 100 ming pul o'tib. Yo'q. 24 bilan 200 ga yo'qmi? 25 ga. Aka 24 ga berolmayman. Men hali bilmayman. Bu nech pul hozir? Akajon Aytdim. yo'q. Ha, 23 dan 8 so'ralyapti, 24 beriladi deyapti. Yo'q. 23 bilan 8 ga berilmayapti. 24 million bo'lsa beriladi. Bu yerdan savdo bo'lyapti. Janjal bilan savdo bo'lyapti. Nech pul so'rayapsizlar aka buni? 21,5 ga yo'q ha? Necha bo'lsa beriladi? 24 dan o'tiladi-da. Ha? Qanchaga? 22 mi? Ha, Navoslar narxi ko'tarildi lekin 21 ga berilmayapti. 26 turibsizmi? 26 deb aytib turibdi ekan bu. Ancha ko'tarildi Navoslar narxi. Aka nech puldan deyapsiz qizlar? 55 ekor. Bozor nima dedi? 48 savdosi bo'lyapti. 48 savdosi bo'lyapti, ha? 48 savdosi bo'lyapti. Ko'tarilibdi lekin haqiqatan. Juda katta dars tushibdi. Nech pul deyilyapti ekan aka bu? To'g'ri sizdanmi bu? Sizdanmi? Yo'q, yo'q. Aka nech pul ekan bu? Ma'lumot so'ralyapti, qani? Nech pul deyapsiz aka? 40 million. Bozor nima deyapti? 3 million savdo bo'ladi. Ha, shu savdo shunikimi? Men qiziquvdim, qani qaysi bo'lyapti ekan. Nech pul deyapsan nima? 33 millionga savdosi. Nima qilib bozor? Uyda 34 qo'ygan. 34 ga ketadi. Katta ekan lekin. Juda zo'r. Qaysi kanal? Sirojiddin o'z. Sirojiddin o'z. Abi, chorva, fermer, salam. Yaxshi, hammada bayram kayfiyati tushirmaymiz. Shu like bosib, kommentariyada nima niyatlar, tilaklar bo'lsa yozib qolaverasizlar. Xudo xolasa men 25-yilda yakunlayapmiz. Zo'r, hammaning kayfiyati yaxshi. Bozorda ham 25-yil ham yaxshi, to'qchilik yili bo'ldi. Ko'z tegmasin, yurtimiz tinch bo'lsin. Videoni davom etamiz yana. Mana yana savdo. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Bumi? Nech pulga? 36 ga. Nechi deyapti? 40 mi? 36 ga yo'q. Hozir endi shunaqa. To'xtab turing qani aka. Mayli. 6 millionga berilmayapti. Boyaka, xo'jayga. Nech pul deyapsiz aka? Nech so'radingiz? 250 million. Bunisi, ha? Siz nech pul deyapsiz aka? 52 nega 50 zo'r so'raldi? Birdan so'ralgan bo'lsa 50 ga yaxshi. Faqat to'g'ri beranda shu qizni ham. Mana. So'ra qizamiz. Mana shu bilan mana shu ikkalasini 50 million so'rayapti akamiz. Voy Samar. 50 million yaxshi so'radi birdan kelib turib. Assalomu alaykum. Tog'a, qaysi savdo bo'lyapti? Bu nech pul so'ralyapti? Shu. Ular bu juda opasni. Endi aka, bayram managa bo'ldi. Ham bo'ladi. O'tib ketdi. Nech pul so'ralyapti aka bu? 21 million. Necha bo'lsa berilar ekan? 26 deyilyapti. 21 million so'ralyapti. Mana shunday katta o'kizlarning orasida yuribmiz. Oyoq-oyoq bosib ketsak, yuz beradi lekin.
Shoxlaversa sindirib beradi. 21 ga berilmayapti. Aka nech pul deyilyapti bu? 25 necha so'raldi? 24. 25 so'raladi, 24 berilmayapti. Jasur qanchasi? Shu yerda ham savdosi bo'lyapti. Aka qaysini so'rayapsiz aka? Qaysi so'ralyapti? Angama. Nech pul aka? 20,5 so'rayapsiz. Nech pul deyapsiz? Yo'q, 500 ming qopti-da. Ha, bitadi bu. Yigirma yarim so'ralyapti. Baraka beringizlar, baraka. Assalomu alaykum. Yangi yillar bilan hammani. Yaxshimisiz? Aka, mana uni mana shuni. Qaysi savdo bo'lyapti? Mana shu ikki savdo bilan. Chekani yo'q, bo'ldi. Berilmayaptimi? 21 million 300 ga berilmayapti. 21,5 bo'lsa beriladi. Biz aniq turibdi-da bu. Siz ham aniq kelayotgan. 21 million 300 ga berilmayapti. Lavozga narx ko'tarildi. Biz kam tushganda. Hozir kam tushgan. Nech puldan ekan aka bular? 22 dan. Bozor nima deyapti? 19 dan so'rayapti bozor. 22 dan deyiladi, 19 dan so'ralyapti. Aka nech puldan deyapsiz avoslar? 20 dan deyapti. Bu vaqt antiqasi ekanda, ha? Ha. O, ay. Shoxshalari ham dahshat. 20 dan deyapsiz. Bozor nima deyapti? Bozor 237 qilyapti. 237, 36, 37 qilyapti. Mana bu gollandskiy men bir nima eskida bu. Mana. Shunaqa, shu bilan bugungi videomizni yakunlaymiz. Hammani ishiga omad, sog'lik, salomatlik tilayman. Bayramdan yaxshi kutib olingizlar. Hammangizga rahmat.